Xo'p, ba'zi oshgan jarimalar bilan tanishib chiqamiz. Bitta o'qib beraman hozir hammasini. Odam tashish qoidalarini buzish 750 ming so'm. Qizil chiroqqa bo'ysunmaslik 1,225 ming so'm. Quvib o'tish qoidalarini buzish 1,225 ming so'm. Gaz aksiz gaz ballonli mashinani dokumentsiz haydash 1,875 ming so'm. Texnik ko'rikdan o'tmagan mashinani boshqarish 750 ming so'm. Haydovchilarning avtotransport vositasini piyodalar yo'lakchasidan yurg'izish, piyodaga yo'l bermaslik 375 ming so'm. Davlat raqamini o'zboshimchalik bilan yechib olib, qo'yib harakatlanish yoki soxta raqam taqish 18,750 ming so'm. Jigarlar, ehtiyot bo'lamiz. Xo'p, tezlikni 20 km-gacha oshirganga 375 ming so'm, 20 dan 40 gacha oralig'ida 1,875 ming so'm, 40 dan 60 gacha 3,375 ming so'm. Xo'p, 60 dan u yog'iga bo'lsa 5,625 ming so'm. Belgilangan chiziqlarga amal qilmaslik, ya'ni palasa bosganga endi 375 ming so'm. Sug'urta polisi yoningizda bo'lmasa 375 ming so'm, ya'ni sug'urta qilmagan bo'lsangiz mashinangizni. Hujjatlarsiz boshqarish 1,875 ming so'm. Qayta jihoz 1,875 ming so'm. Guruh bo'lib harakatlanish, ZAKS, Raddom shu kabilarga 1,875 ming so'm. Hujjatlari yonida bo'lmaganligi uchun 375 ming so'm. Yo'l bezorligi yoki drift shashka qilib yurasizlar-yu, shunaqaga o'sha jarima bor. 9,375 ming so'm. Kichkina summa emas, ehtiyot bo'lamiz jigarlar, shashka qilishlarga ham. Xo'p, yo'l belgilari 375 ming so'm. Telefondan foydalanish 1,125 ming so'm. To'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzish 750 ming so'm. Mast holatda boshqarish 15 million so'm. Xo'p, ruxsatsiz tonirovka 9,375 ming so'm. Undan ko'ra 2,700 mingga olganinglar ma'qul deb o'ylayman. Bu videoni drift qiladigan yoki telefonda gaplashib yuradigan ko'ryapsizlar, jarimalar oshib ketdi. Palasalar ham oldin yarimta minimalka bo'lardi, hozir narx ko'tarilib ketgan. Shuni qonun qoidalarga ko'p radarlarga tushib, palasalarga tushib yurgan jigarlarga jo'natib qo'yinglar. O'ta ehtiyot bo'lsin, ya'ni o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Cho'mchaga ham foydali, to'g'risi. Qonunni buzmanglar, ortiqcha pul ham to'lamaysizlar. Bu meni fikrim. Xo'p, hamma jigarlarga, yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar bu videoni. Aralash obzordan uzoqlashmanglar. Hammaga manfaatli bo'ladigan kontentlarni qo'yishda men davom etaman. Joninglar sog' bo'lsin. Hammaga omad. Jo'natib qo'yamiz videodan.